Darhaqiqat, uning har gapirgan gapi Navoiy. Navoiyga doir biron bir yangilik topmagan kuni esa darsga kelmaydi. Menga qolsa, Hazrat Navoiyni o'qiganga nomzodlik, o'qqanga esa doktorlik unvonini berardim deydi. Keyin o'zicha kuyinib, komil ishonch bilan ta'kidlaydi: toki u zotni o'qimas ekan, bu xalq odam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Bir asar sharhi loyihasining navbatdagi soni e'tiboringiz markazida. Bugun Erkin A'zamning Gonologiya elchi kitobi turkumiga kirgan Navoiyni o'qigan bolalar hikoyasi haqida gaplashamiz. Erkin A'zamning Navoiyni o'qigan bolalar asarida ulug' shoir va uning ijodiy merosini o'rganishga bel bog'lagan iste'dod egasining fojiaviy yakun topgan taqdiri tasvirlangan. Asarda 3 insonning his-tuyg'ulari ochib berilgan. Bular Malika, Janob va ismi noma'lum yigit. Janob Alisher Navoiy ijodini va uning asliyatini o'rganishga bel bog'lagan hazrati inson edi. Asar Yangi yil kunidagi bayramdan va 2 yigit Malika uchun ko'rsatgan jonbozliklaridan boshlanganidan ham bilishimiz mumkinki, bu qiz 2 yigit uchun juda qadrli va mukarramdir. Asar mazmunidan bu 3 qahramonning kursdoshlar ekanligi bilinib turibdi. Asarning bosh qahramoni, ya'ni Janob, hamma uni savdoyi, navoiyshunos deb biladi, lekin hech kim uning qalbiga, dunyoqarashiga, haqiqatlariga quloq solmaydi. Menimcha, Janobiddin Sayfiddinovning aybi boshqalarga o'xshamaganligida, boshqalardek jin yurmaganligida, Navoiyni o'rganib, uni hammaga tanitganligida. Asarning bosh qahramoni Navoiyga o'xshashga shu darajada harakat qildiki, hatto real hayotdan uzilib qoldi. Hikoyani o'qiyotgan vaqtim ushbu misralar ko'z oldimga kelaverdi. Boshginamga ag'nagan katta tog'lar alvido. Men ketarman hasratlanib ruh sog'lar alvido. Bu dunyoning sho'r ishiga navnihollar tebraning, esliroq bog'boni yo'q qoldi bog'lar alvido. Menga bu asar ichida yoqqan obrazlardan biri bu taksichi obrazi bo'ldi va unga to'xtalib o'tishga qaror qildim. Hazrat Navoiyni bilgan o'quvchilardan pul olmagani taksichining oliyjanobligi va Hazrat Navoiyga bo'lgan mehridan dalolatdir. Erkin A'zam bu hikoyasi orqali Alisher Navoiyni o'qigan odamdan hech qachon yomonlik chiqmasligini ta'kidlagan. Azizlar, sizlar bilan bir asar sharhi loyihasi bo'ldi. Sahifalarimiz orqali bizni kuzatishda